Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana bugun biznes qilaman degan aka-ukalarga oddiy mol go'ngidan Kaliforniya chuvalchanglarini boqib ro'zg'orga yaxshigina daromad qilishni ko'rsatamiz. Mana shunday oddiy mol go'ngidan o'ta sifatli biogamslar chiqarib mana shunday ro'zg'orga qo'shimcha daromad keltirish mumkin. Qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalar bosib qo'yamiz. Ekran nomerlar qo'yib qo'yamiz. Qiziqtirgan savollar bo'lsa berasizlar. Mana shunday Kaliforniya chuvalchanglarni boqib oddiy mol go'ngidan qanday daromad qilsa bo'ladi, o'shalarni o'rgatamiz. Videomizda har xil kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. E'tiborlar uchun rahmat. Qiziqayotgan o'rtoqlar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunday o'ta sifatli darajada biogamslar qanday tayyorlanadi, mana shular ko'rsatib o'tamiz. Qiziquvchi o'rtoqlar obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Like tugmachalarni bosishni unutmaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.